O'rtoqlar, Faberlic kompaniyasidan anchadan beri olaman deb yurgan mahsulotlarimni bugun xarid qildim. Bilasizlar, biz ayollarga energiyani mana shunaqa sevimli mahsulotlarimiz xarididan, shoppingdan olishimiz mumkin. Hozir sizlarga nimalar olganimni ko'rsataman. Shunaqa mazza qildim. Bu mening Faberlic kompaniyasida eng yaxshi ko'rgan atirim. Naturalniy bo'ladi, qizlar. Hozirgi havolarga ham, qishga ham umuman sezon tanlamaydi. Rosa zo'r, приятный atir gullari, qanaqadir svetochniy hid keladi. Bitta sepganimda ko'chada hech bo'lmaganda bir kishi so'raydi, nima atir sepdingiz deb. Qishki kiyimlarimni haligacha hidlari keladi. Juda stoki, rosa yaxshi ko'raman qizlar. Mana shuni bugun oldim. Ikkinchisi bizda tonalka, mana shunaqa nyatsinamiti bor ichida. Yuzni rosa zo'r yopib beradi qizlar. Uchinchisi bizda mana shunaqa kofe, bilasizlar, kofeni jinnisiman, sotib oldim наконец-то.